Soliq bu davlat tomonidan fuqarolar hamda tadbirkorlardan undiriladigan davlatning iqtisodiy asosini tashkil etadigan hamda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan majburiy to'lov hisoblanadi. Soliqlar davlatning iqtisodiy mustaqilligi va barqaror faoliyatini ta'minlaydigan eng muhim moliyaviy manba bo'lib, jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Xususan, davlat byudjeti manbai sifatida soliqlar byudjet daromadlarining asosiy qismini tashkil qilib, ta'lim, sog'liqni saqlash, mudofaa, infratuzilma va ijtimoiy sohalarni moliyalashtirishga xizmat qiladi. Iqtisodiy boshqaruv vositasi sifatida soliqlar orqali davlat iqtisodiy faoliyatini tartibga soladi, investitsiyalarni rag'batlantiradi va inflyatsiyani nazorat qiladi. Ijtimoiy tenglikni ta'minlash sifatida soliq tizimi orqali aholi daromadlari qayta taqsimlanadi. Kam ta'minlangan qatlamlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyati yaratiladi. Taraqqiyot kafolati vositasi sifatida barqaror soliq tizimi davlatning uzluksiz rivojlanishi, jamiyatda adolat va ishonch muhitini mustahkamlanishiga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida soliqlarni to'lash barcha mamlakatlar singari majburiy hisoblanib, bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasiga asosan fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashlari shart. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 8-moddasiga asosan har bir shaxs ushbu kodeksda belgilangan soliqlar va unda nazarda tutilgan yig'imlarni to'lashi shart. Soliq kodeksining 16-moddasiga asosan Soliq kodeksida belgilangan O'zbekiston Respublikasining davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lovlar tushuniladi. Soliq to'lovchilar zimmasiga belgilangan soliqlarni to'lash majburiyatini yuklatilgan yuridik va jismoniy shaxslar hisoblanadi. Soliqlarni to'lamaslik davlat iqtisodiyoti va jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdid soluvchi holat bo'lib, uning oqibatida davlat funksiyalari izdan chiqadi va iqtisodiy ijtimoiy inqiroz yuzaga keladi. Xususan, davlat byudjetida taqchillik yuzaga keladi. Soliqlar o'z vaqtida to'laqonli yig'ilmasa, davlat byudjeti kamayib, ta'lim, sog'liqni saqlash, pensiya va ijtimoiy yordam dasturlari moliyalashtirish qiyinlashadi. Mamlakatning muhim infratuzilmalari yemirilishni boshlaydi. Suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, tabiiy gaz ta'minoti kabi muhim infratuzilma obyektlariga sarmoya yetishmaydi. Iqtisodiy inqiroz yuzaga keladi. Davlat daromadlarining qisqarishi, ish o'rinlari sonining kamayishi, ish haqining pasayishi va iqtisodiy faollikning susayib borishiga olib keladi. Ijtimoiy beqarorlik kuchayadi. Soliq to'lamaslik ortida ijtimoiy adolatlilik tamoyili buziladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamning moliyalashtirilishi keskin qisqaradi. Pensiya va nafaqa berilishi to'xtatiladi. Mamlakat aholisi o'rtasida kuchli tabaqalanish yuzaga keladi. Mamlakat aholisi o'rtasida kuchli tabaqalanish sodir bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, soliqlar bu davlatning iqtisodiy tayanchi hisoblanadi. Soliqlarsiz davlatning mavjudligi, uning ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarini bajarilishi va fuqarolarning farovonligi ta'minlanishi mumkin emas. Shu bilan birgalikda, so'nggi yillarda soliq siyosatini takomillashtirish borasida soliqlar sonining optimallashtirilishi, soliq stavkalarining pasaytirilishi, sohalarda soliq imtiyozlarini taqdim etilishi borasida qator islohotlar olib borilmoqda. Mazkur islohotlar samaradorligini yanada oshirish, O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining teng tanlovi asosida amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli sizlardan soliq bo'yicha majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajarib, mamlakatimiz ravnaqi uchun o'z hissangizni qo'shishingizni hamda mazkur masala bo'yicha befarq bo'lmasligingizni so'rab qolamiz.